Zargarlik sanoati rivojlanib borayotgan va iqtisodiyotimizning drayver tarmog'iga aylanayotgan yo'nalishlarda. Endilikda sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar uchun imkoniyatlar ko'lami yanada kengaymoqda. Ya'ni bojxona hududida yarim tayyor zargarlik buyumlarini ham eksport qilish tizimi takomillashtirilyapti. Bu borada Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilindi. Hozir shu haqda. Zargarlik san'at darajasidan sanoatga aylanayotgan tarmoq. Oxirgi 7 yilda ushbu soha uchun shiddatli islohotlar davri bo'ldi deyish mumkin. Tarmoqda faoliyat yuritayotgan korxonalarning soni 2017-yilda 230 tani tashkil etgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 1874 taga yetdi. Bu orqali 4444 ta ish o'rni yaratildi. Soliq imtiyozlari, bojxonadagi yengilliklar, ayniqsa tadbirkorlar uchun qimmatbaho metallarni sotib olish va sotish uchun birja savdolarida ishtirok etish huquqining berilishi ular uchun kutilmagan imkoniyatlar eshigini ochdi. Davlatimiz rahbarining zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish sohasini yanada rivojlantirish va ularning raqobatbardoshligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni tarmoq rivojini butunlay yangi bosqichga ko'tardi. Unga ko'ra, yarim tayyor zargarlik buyumlari eksportida yanada yengilliklar yaratish vazifasi belgilangan edi. Bu boradagi ishlar ijrosi Vazirlar Mahkamasining yarim tayyor zargarlik buyumlarini O'zbekiston Respublikasi bojxona hududidan tashqariga olib chiqish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan belgilandi. Avval yurtimizda o'sha tayyor zargarlik buyumlari va yarim tayyor zargarlik buyumlarida tasnif mavjud bo'lmagan. Mana shu tasnif aynan qonunchilikka kiritildi. Bu esa o'sha turli idoralar vakillari uchun qulaylik yaratadi. Sababi o'sha tadbirkorlar o'z mahsulotlarini eksport qilish uchun bojxona qo'mitasiga olib borishganda yoki olib chiqib ketishmoqchi bo'lganda tabiiy ravishda uni tayyor zargarlik buyumi yoki yarim tayyor zargarlik buyumi degan savol uyg'onishi mumkin. Ushbu qaror yordamida esa tartib to'liq shakllantirildi. Bundan tashqari bundan keyin aynan yarim tayyor zargarlik buyumlarini Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Davlat asillik darajasi nazorati inspeksiyasi xulosa asosida olib ketish mumkin bo'ladi va bu jarayon ham ancha soddalashtirildi. O'sha ma'lum bir qiymatgacha bo'lganlarga maksimal 3 kun miqdorida tekshirib beriladi va xulosa taqdim etilgandan so'ng o'sha xulosa yordamida o'z mahsulotlarini eksport qilishlari mumkin bo'ladi. Bizda yarim tayyor mahsulotlar ham o'sha yo'lga qo'yilgan. Berilgan bu imtiyozlardan kerakli paytda foydalanish kerak deb o'ylayman. 85 ta ish o'rni bor. Chiqayotgan mahsulotlarimizdan asosiy qismini chet elga eksport qilamiz. Misol uchun tilla olish degan narsa bo'lmagan oldin. To'g'ridan-to'g'ri oltinni sotib olamiz, birjada yutib olib bemalol ishlab chiqargan mahsulotlardan ochiqdan-ochiq bemalol sotamiz. Bu albatta hammasi prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'layotgan masalalar deb o'ylayman. Agar bunaqa masalalarga yordam berilmasa, juda qiyin. Zargarlik sohasida bir cho'qqalarga chiqib ketish juda qiyin. E'tibor bering, joriy yil yakuniga qadar zargarlik sanoatida ishlab chiqarish hajmini $1 milliard, eksport salohiyatini $100 million ga yetkazish reja qilingan. Albatta, bu borada zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan ishlab chiqarish quvvatlarining ahamiyati katta. Ayni paytda biz turgan korxona bunga misol. Ushbu korxona berilayotgan mana shunday imkoniyatlardan foydalangan holda bugungi kunda 1000 turdan ziyod mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Abrodunalarni chet eldan olib kelib, bemalol xotirjam texnikadan olib kelib ishlatyapmiz. Mana shu apparatimizni ham 6 oy bo'ldi olib kelganimizga. Do'raka shariklar ishlab chiqarish mahsuloti bir oyda 20 kilo, 30 kilo ishlab chiqarish quvvatiga ega. Avvallari biz bu mahsulotni Turkiyadan tashib kelar edik. Tushunasizmi? Bunga juda muammo bo'lgan bu masala. Keyin o'zimiz harakat qildik. O'zimizdan ortgan mahsulotlarni mahalliy zargarlarga sotish imkoniyati bor. Yangi qonunlarda chala yarim mahsulotlarni eksport qilish qonuni chiqdi. Shu imtiyozdan foydalanib biz buni reklamalar qildik. Chet el fuqarolari ham kelib, chet eldagi zargarlar ham kelib qiziqish bildirib, bu mahsulotlarimizni sotib olishyapti bizdan. Har bir o'zini ustalari bor. Mana hozir 7 ta chet el fuqarolari kelgan, asosan Turkiyadan kelgan, Tailanddan kelgan. Maqsadimiz shu, asosan tajriba almashish va ish sifatini yuqori darajagacha olib chiqish. Aynan 2025-yilda $100 million dollarlik zargarlik buyumlari eksport qilinishi rejalashtirilgan. Yanvar-aprel oylarida deyarli $57 million dollarga teng zargarlik mahsulotlari eksport qilindi. Bu ko'rsatkichlardan to'g'ri xulosa chiqargan holda biz harakat qilamiz yil oxirigacha $150 million dollarlik zargarlik buyumlarini o'sha xorijga eksport qilishga. Bu yo'nalishda tadbirkorlarimiz keng ravishda ishlar amalga oshirishmoqda. 2025-yil 23-25 may kunlari aynan Toshkent
shahrida xalqaro zargarlik ko'rgazmasi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bunda ham o'sha 40 dan ortiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar, 30 ga yaqin xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan mahsulotlarni namoyish etishi rejalashtirilgan. Bu ham o'sha O'zbekistondagi zargarlik sanoat salohiyatini yanada oshirishga yordam beradi. Ana shunday uzoq yillar davomida e'tibordan chetda qolgan tarmoq davlatimiz rahbarining e'tibori, zargarona siyosati tufayli mamlakatimiz iqtisodiyotining drayveriga aylanmoqda. Qarorda belgilangan vazifalar esa tadbirkorlarga yanada yengilliklar berish orqali soha rivojini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.